Hammaga salom do'stlar. Men ismim Abubakar Uzmi. Yangi videoga xush kelibsiz. Bugun videoda men bir o'zim emasmi? Har doim Abubakar 62 hozir menga telefon qildi. Shu o'yin vaqtida keling dedi. Mashina rul juda 10 hafta bo'lib qolgan. O'zbekiston mashinalari rul chapda bo'ladi. Hindiston mashinalari 10 hafta bo'ladi mashinalar. Bugun videoda Lada Granta'ni tuzatamiz. Mashinam juda 10 hafta rul bo'lib qolgan. Rul juda 10 haftaki O'zbekistonda mashina 10 hafta bo'lmagan. Hindiston mashinalari 10 hafta rul bo'lgan. Ana. Keldingmi? Mashinamni joylayapman. To'xtatdi. Abubakar 62. Mashinani o'chiraman. Bo'ldi, kamera yechdim. Bo'ldi, tushunmi? Hammaga salom do'stlar, men ismim Abubakar 62 eman. Yangi videoga xush kelibsiz. Bugun videoda Lada Granta mashinasi ham videosi boshlaymiz. Juda anaqa eskirib ketgan Lada Grantami? Hop, oldinda noyabrda Abubakar 62 Lada Granta mashinasi tuzatgan va o'shani albatta unga ko'p tomosha baho berib qo'yiladi. Hop, albatta izoh qiladi. Bahor yoz qol. Anchada video olmayapti. Shashka o'yin o'chib ketdi. Bu yana eski o'yin, kompyuterda ulangan, rul yo'q. Lada Granta mashinasi. Hop, Rossiya kosmonavtlarida o'ynaydi. Akam Lada Granta videosi ochiq qoldi va o'shani ko'rib baho berib qo'ydi. Hop, tuzatamiz. To'xtatuvchi bo'ldingmi? Sen bu eski mashinani anaqa qo'yib qo'ya olasanmi? Nimaga? Ishiga anaqa bu rol juda 10 hafta bo'lib qolgan. Voy, shu 10 hafta bo'lganmi rol? Voy, men bilmay qolman. Hop, albatta. Hop, kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yib, biz 300 ta obunachi qilamiz, balki 1000 taga o'kiramiz. Tezroq 1000 taga bo'lishimizda aniq kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib qo'yinglar. 300 ta like qo'yib, 50 ta like qo'yinglar. O'sha zo'r video chiqaman. Agar bosmasangiz, qolib ketamiz mashinani. Tuzatdik, to'xtachi. Hozir to'xta. Oho, necha soatda bo'ladi? To'xtab turga, hozir bilamiz. Xo'p, mashinani tuzatishimizda aniq shu Lada Granta mashinani tuzatganimiz aniq. Rochida 10 hafta bo'lib qolgan. Xo'p. Hozir kommentariyaga Lada Granta yozib qoldiringlar. Mana DVD o'rnatamiz, bu o'rnatdik, yopamiz kapotni. Eshik yopamiz. Xo'p, rul yo'q. Xo'p, rul qayerda topamiz? Birinchi kapot tuzaldi. Eshik yopdik. Rulni qanday topamiz endi? Eski mashinasi qanday turgan? Bitta hozir eski mashina haydab turaman. Hozir bo'ldi. Hop. Hozir biz anaqa bo'lishimiz Lada Granta mashinasi tuzatib boramiz. Rul yo'q. Tuzatib boramiz. Speedometrga shunaqa bo'lib qolgan. Sonini gap yo'q. Sonini albatta kommentariy yozib qolsangiz, men Abubakar Uz. Sen anaqa sonini tuzatib olsangizlar, chunki men sonini tuzatyapman. Shu oxirgi sonini olib tashladingizsa, o'sha olib tashlayman, balki yo'qmi. Xo'p. Voy. Kaliniga o'xshab qotdi-ku. Hozir to'xtatdi. 1 daqiqa, 1 soniya. Ana. Bo'ldi. Granta zavodda. Shubir, mashina, eski mashina shu uchida 10 hafta bo'lib qolgan. Voy, shunaqa bo'lib qolgan. 10 hafta rul menga yoqmadi. Chapda olsa yoqadi. Mayli, zarat qilib turaman. Mayli. Benzin o'rnatamiz. Voy. Xo'p,
To'xtatdi-chi hozir. Hozir to'xtatdi. Hozir ichiga kirib ketma. Albatta kommentariy yozib qoldiring, benzin unutildi. Endi rul. Chunki Hindiston mashinalari hamma haydab kelganman. Juda o'ntarafda bo'lib qolgan. Voy. Siz qachon Cobalt'ni tuzatasiz? Cobalt chiqmagan hali. Cobalt'ni chiqqanini tuzatib beruvdim. Mana Cobalt'ni. Rol hozir. To'xta. Rul tuzatib olamiz. To'xta. Hop. Voy, bagaj ochamiz bu yerda. Bu. Yo'q. Bo'la gaz bolini albatta yozib, kommentariyga yozib qoldiring, chunki menga risht ham bo'lmaydi, bo'ldi. Debilitil tayyor. Haydab bo'lmayapti. Abubakar Qutbeshikka sen haydasang bo'ladi, hatto zavod qilsang bo'ladi. Zavod qanday zavod qiladi? O'shani burunda bosgan. Bo'ldi, zavod bo'ldi. Hayda. Bo'ldi. Bo'ldi. Familiya qotdi, bitti. Hozir biza video muammo emas. Hozir to'xtattiraylik obunachilarni. Hozir Lada Granta bu pastda tayyor bo'lib qoldi-da. Ana tayyor bo'lib qoldi. O'z parametri bittasi tayyor. To'xtab tuzatishimiz kerak. Bo'ldi. Parametri tayyor, boshqa narsa tayyor, hamma mashinamiz tayyor. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Haydab ketmayapti. O'tiring mashinaga. Bo'ldi, o'tirdim. Bo'ldi. Xo'p. Zat bo'ldi. Hindiston mashinasini o'zimiz qoldirib ketamiz. Endi yo'lga chiqamiz. To'xtachi. Hozir. Debilitilda kanonga qotdi. Bemalol avtohayda ketsak bo'ladi. Xo'p. O'zimni narsamni bagajimga solib qo'yaman. Bo'ldi. Ketdik, yo'lga chiqamiz. Ketdik. Xo'p. Mana Abubakar Uzga, mana akam kanal nomi Abubakar Uz. Kanaliga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Hozir ketdik. Bo'ldi, haydayapman shu eski mashinani. Bo'ldi, hayda. Xo'p, mana kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Biz mintaga birga boramiz. Drift qilaylik do'stlar. Hozir haydayapmiz mashinani. Bemalol. Xo'p, sen Abubakar sen drift qilsang, albatta kommentariyga yozib qoldiring. Xo'p, men ovozim juda ishlamayapti. Ishlaganaki, yetadi. Hozir haydab ketyapmiz. Tez haydab ketyapti. Trassaga chiqib qolamiz. Yo'l tutdi. Undan keyin yo'l tutdi. Lada Granta haydovchisi menman. Voy, ehtiyot bo'lamiz. Trassada yaqinmiz. Hozir trassada ko'ramiz. Voy. Drift qo'yma. Drift qilaka. Abubakar, sen drift qilsang, anaqa o'sha driftli Lada Granta'ga voy urinma. Mana sonuna gap yo'q. Men qo'ymayapti ana narsasi. Hozir yurolmayapman. Yura qolmaysanmi? Xo'p, Rossiyadagi Lada Granta bor, Qozog'istonda Lada Granta bor, O'zbekistonda Lada Granta bor, Qirg'izistonda, Tojikistonda Lada Granta yo'q, chunki o'zbek mashinalari ham. Xo'p, benzin qo'yib olamiz. Bemalol benzin qo'yinglar, qada bakka joyga qo'yib qo'yamiz, yopamiz. Eshik yopoli. Xo'p. Ichkari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga bitta narsa olish kerakmi? Albatta, sotuvchi.
Necha pul bo'ldi? 200 ming so'm. Pul topib, anaqa pul topib kelaman. Suycholi sotuvchiga yetdi. Mana sotuvchi shu qimmat narsaki 200 ming so'm ekan. Ha, albatta, bitta shu izohlarda yoz qoldiray. Bo'ldi. Avtobusmi? Toshkentga kelgan shu avtobusmi qilyapti. Voy, tushunmadi. Avtobusmi bo'ladi? Zatqi ketdi. Bu yerda avtobusmi qilyapti do'stlar. Avtobus shu to'xtab qolgan. Dvigateli o'chganmi? Shunaqa bo'lib qolgan. Yo'lga chiqdik. Kiramanni taqib oling. Yo'lga chiqib yo'lda chanqoq qolmasa aniq. Urma. Yerda qurtdiku. Ketdik. Trassaga chiqib oldik. Hayda, notekismas. Bo'ldi, haydaydik do'stlarim. Xo'p. Abubakar 62 yoshda ortiq qoldi. Bir telefon qila olmayman. Kimata telefon qila olmayman. Yo'lga chiqamiz do'stlarim, yo'lga chiqamiz. Shallallalala, shallalala, shallalala. Mana do'stlar, dezlashga ketyapmizda, chanqanmasdi yo'lda narsa ichib ketyapmiz. Yo'lda harakatlanib ketyapmiz. Albatta izohlarda yozib qoldiring. Kommentariy yozib qoldiringlar menga, xo'pmi? Xo'p, yo'lda harakatlanib ketyapmiz. Video boshlada bilan kanalimizga obuna bo'lib, qanaqa endi esa ketishimiz kerak. Bu yerda rulo bo'lmasa bu yerda tushib ketdi. Mana haydayapmiz. Mana yo'lda ketyapmiz. Angizgim qotdi. Yo'lda harakatlanib ketyapmiz, trassada o'xshab. Xo'p, haylashgim kelyapti sizlarga. Endi sizlarga xayr, salomlar bo'linglar. Menga video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Abubakar 62 ga kanaliga like va obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariy yozib qoldiringlar. Yonib ketdi dedi. Yonib ketdi. Xayr.